Mana shu ko'rib turganlaring Kirgilikda turibmiz. 53-bog'cha mana shu. Bu devor. Bunday bu tomonga yursak 12-maktab, 17ta Malvina, Diydor to'yxonasi bor. Bu tomonga yursak Kanechgacha ketamiz. Mana shu yerda 2 etajli domda Uglovoyda joylashgan 258 kvadrat noturar. Shuni sotuvga qo'yishgan. Narxini qaranglar, $51,000 narxlashyapti. Xullas borib batga bitta kirganlaringda mana shu yerda bitta podez qilib turib, mana yerda 3 xonali bitta kvartirani xullas bular perdelka qilib berishgan. O'sha ro'parada sanuzuli bor. Batda bitta xona bor. Maytda yana bitta xona bor. Mana ko'rib turibsizlar. Keyin mana yerda bitta xona bor. Xullas batda eshikni o'rnini bekitib, tashqaridan xod qilib, oziq-ovqat magazin qilishgan. Mana bu yerda 3 faza, gaz, svet, suv, kanalizatsiyada muammosi yo'q. Bu yerda katta oziq-ovqat magazin bo'lgan paytida xullas ishni qilishgan. Mana yerda bitta xod bor tashqariga. Mana shu uglovoy, mana shu 3 ta deraza yo'lga qaragan mana. Ko'ryapsizlar? Mana bu bitta deraza, 2 ta deraza. Mana bunday qarasa, yana 53-bog'cha. Xullas batda klinika qilsalaring bo'ladi, fitness qilsalaring bo'ladi, PlayStation qilsalaring bo'ladi. Shu oziq-ovqatga sarmoya kiritib, yana yurgizib yuborsalaring ham bo'laveradi. Nimaga aytsalaring, xullas batda lokatsiyasi ham zo'r, keyin narxi ham hamyon bor. 258 kvadrat $51,000. Qaranglar, 70 kvadrat kvartirani 30,000-35,000 narxlashadi 3 xonali. 3 xonalidan batda 3 ta kvartira chiqadi. Ahlingiz yetsa olib turib, shuni 3 xonalidan 3 ta kvartira qilib turib, plyusni ko'paytirib olsangiz ham bo'laveradi. Farg'ona uy-joy sizlarga shunaqa Kirgilikda yuragina biznes uchun, ishlab chiqarish uchun joylar qo'yishda davom etadi. Lokatsiyani tushuninglar mana. Bu tomoni Kanechgadan kelish. 53-bog'cha, u yerda Malvina bor, Diydor to'yxona. Bu tomonga yursak 12-maktab, mana Uglovoyda joylashgan. 258 notuvar kvartiramiz. $51,000. Pastki raqamlarga telefon qilib aloqaga chiqib baraka qilishlari mumkin.